Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men valah. İmam Bukhari rahmetullahi aleyhinin Sahih Bukhari namlı kitabıda bugün deyilmekçi bolgan ders. İmam Bukhari Hazretleri mescitke ma'lum sebepler tüpeylden töge çarpay hayvanatlarını ekirişninki hükmü hakkında toxtulup Abdullah ibn Abbas radıyallahu anhu Peygamber aleyhissalatu vesselam tögü üstüde tögüge minip turup tavap kıygan idi dedi. Bu sözünü yak bu hadisini keltiriş arkalık mescitlerge tögülerini, hayvanatlarını ma'lum sebepler tüpeylden ekirisi buldu degeni göstermekçi ve bildirmekçi İmam Bukhari Hazretleri. Elbette bu tavap kıldı degan sözdü ulam. Yani Beytullah'nınki etrafını tavap kılganlığı Kabetullah'il haram dünyadaki en ulug bu mescitke ekirgenligi bilinip duruyordu. Bu 264. numaralı hadiste bizge Abdullah ibn Yusuf hadis sözlep bergen idi dedi İmam Bukhari Hazretleri. Bu İmam Bukhari'ninki ustazı tercümalı başta ötken. Bu adam dedi bizge Malik haber bergen dedi. İmam Malik Muhammed ibn Abdurrahman ibn Nevfel'din, bu zat Urve'din, Urve Zeynep binti Abi Seleme'din, bu kişi Ümmü Seleme'din bayan kıygan. Ondaqda miyadiki Zeynep Ümmü Seleme'ninki konu eri Abi Seleme'den boğan kızı. Resulullah'a ügey oldu ondaqda. Bu Ümmü Seleme eri Abi Seleme ölüp ketkendan keyin Cenab-ı Resulullah bilan turmuş qurgan. Bu anımız deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e men şikayet kılıp men bir ağırıp kaldım ya Resulallah micazim yok dedim dedi. Peygamberimiz davası sizin tögüge menep kişilerin ağıstan tavap kılan bak aldık kirip olmay kahni keyindin tavap kılan dedi. Şunu ola men tavap kıldım. Cenab-ı Resulullah Beytullah'nınki bir tarafida namaz okuyatkan edi. Şu yerda ve tur ve kitab-ı mesturunu okugan deb şunaq deydi. Demek bu hadiste Kabe Beytullah'a haram mescidge ulağını ekirse, tögünü eştirse, ma'lum sebepler tüpeylidin, ihtiyaç tüpeylidin boludu demekçe. Yani birisi hem de ulemalarınki nezirde çokum başkalarına ziyan zahmet yetmesi gerek dedi. Ve şundakla şunodun ma'lum sebep tüpeylidin paydalanış tarafı ulaş gerek dedi. Onu vaqirab, merep mesela şu kişine cemaatke ta'sir yetkizib qarşılab qalsa yana bo'lmaydi demekçi. Bu yerda yana bir ehtimollik odamning diqqatini chekidi. Bu sivese chivesi qanday bo'ladi demekçi-de. Lekin ulamalar bu go'sht yeyiladigan hayvonotlarniki suydiki, buningki poqi, tijaklari pokiz. Pokiz desa uni yeyilmaydi albatta. Lekin bu namozga ta'sir etmaydi deb qaraydigan bir qism ulamalar bor. Şu ulamalarning nazarida bu yengillan bunun cevabı chiqadi. Chunki bir qoida har qanday go'shi yeyiladigan hayvonning suydiki va tiziki pokiz deydigan islomiy shar'iy bir qoida bor. Uningdan boshqa hamda bu yerda cho'qim hamda piyoda minib tavob qilish shartmi degan bir savol tushib qolsa, yo'q, shart emas deymiz. Bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'deki bu kılıkını asas kılıp durup bugünkidek mesela tokluk harularda, tokluk velosipedlarda yoki bo'lmasa turli qatnash qurollarda Kabe Beytullah'ni tavaf qilsa bo'ladi deganligimi bu yerda chiqib turdi. Endi tövende İmam Bukhari rahmetullahi alayh bab deblam bununla hech qanday tim qo'ymasdan bir babli deb qo'ydi. Bu İmam Bukhari'ninki bazı odatlari yuqorqi hadislar bilan ma'lum bog'lanishi bo'lsa va yoki ayrim bir ayiradigan taraf turlab qolsa babul deb tim qo'ymay ekildi. Amaliyotda bu masjidga munosabatlik bir mazmun so'zlangan hadislarniki biri. U bo'lsa masalan qorong kechalarda sahobalarniki shu masjidga namozga kelganligi tasvirlangan hadis bo'lg'achqa, ya'ni masjidga aloqador bo'lg'achqa buni bayon qilgan bo'lishi mumkin. Bu 465 numaralı hadiste İmam Bukhari Hazretleri bizge Muhammed ibn Musanna hadis sözlep bergen idi dedi. Bu zat bizge Muaz ibn Hişam hadis sözlep bergen idi dedi. Bu adam bana dadam hadis sözlep bergen dedi. Bu dadisi Qatada'dan bayan qilgan bo'lib, bu adam bizge Enes bayan qilgan hadis sözlep bergen dedi. Yani bu Enes ibn Malik radıyallahu anhu. Bularning hammasini tercümalar o'tgan bu kişilarning.
Peygamber sallallohu alayhi vasallamniki sahabelerden iki adam qarang'i kechida Rasulullohning huzuri muborakdan chiqishdi deydi. Bu ikkisida bu chiroqdek bir narsa bor ekan, oldin yo'rtib ketyotidi. Bu ikkisi hamda yo'ldan ayrilgan vaqtida her biri bilan ayrim bir nur chiroqdek birga mangan edi. Hatta ailesiga yetib kelguchilik mushta bo'lgan deb shunaq dedi. Bu Peygamber sallallohu alayhi vasallam zamonasida yuz bergan bir karomat. Xudoning eng buyuk avliyolarga hamda Xudoning solih avliyolariga karomat berilamdi degan vaqtida bu beriladi. Bu ahli sunna vel jamoa e'tiqodida aniq qilib bekitilgan bir nuqta bu. Lekin buni hamda lekin haqiqiy karomat ahllari buni davranslab yurmaydi, bildirmaydi. Lekin saxtipaz sergar, hiylagarlar buni kishilarni aldaydiganlikka bir qurol qilib olgan tarixdan buyon. Bunda avval naytdi ko'p uchragan. Bu yerdagi bu Peygamber sallallohu alayhi vasallamniki qishidan mangan bu ikki sahoba, birisi Usayd ibn Huzayr, biri Abbad ibn Beshir degan sahoba. Peygamber sallallohu alayhi vasallamniki qishidan bir qorong'i kechida chiqib, baq qorong'i bo'lib ketgandan keyin bu ikkilasiniki qo'ldagi bosi bitta yo'rg'an bu yerda. Yo'lini tepib o'zining oilasiga yetib borgan. Mush ikki sahobaga bergan Alloh subhanahu va taoloninki shu vaqtdagi bir karomati. Bu ansarlarniki ichida 3 sahoba bor. O'zining fazilati nayt ortiq. Bu ansarilarning Bani Abdul Ashal jamoatidan. Biri Sa'd ibn Muaz, biri Usayd ibn Huzayr, biri Abbad ibn Beshir. Mushu hadisda bayon qilingan bu karomat ahli Usayd ibn Huzayr bilan Abbad ibn Beshir degan ikki buyuk sahoba. Mana mushu karomatga erishgan. Bu Usayd ibn Huzayr degan bu Ka'b ibn Ashrafni o'tirishga qatnashgan jangovar sahobalarniki biri deyiladi. Peygamber sallallohu alayhi vasallam hatta uning gunohini mag'firat qilgan deb duo qilgan. Hazrat Abu Bakrning zamonasida Yamama jeli şehit olup öldürülgen şehit olan. Yani halifeler devirde Ebu Bekir Sıddık'ın zamanında Hicriye 12. Bu kişi 45 yaşta Yamame uruşuda öldürülgen Hazreti Ebu Bekir'in zamanında. Hem tövendeki babda İmam Bukhari Hazretleri mescid kemida koridor yakimda bir sunguç içitişninki bayan haqida to'xtalyapti. Bu 466 numurli hadis bizga Muhammad ibn Sinan hadis so'zlab bergan edi dedi. Bu zot dedi bizga Fulay hadis so'zlab bergan edi dedi. Bu odam dedi bizga bu nedir hadis so'zlab bergan edi dedi. Bu ravilarning tarjimali o'tganda, lekin bu odam Ubayd ibn Hunayn degan kishidan bayon qilgan bu hadisni. Ubayd ibn Hunayn'niki tarjimali boshda o'tmagan. Bu kishimi shu Umar ibn Xattob oilasininki ozodkardisi deyilgan. Chunki Ömer'ninki aksi, ya enisi Zeyd ibn Xattob degan kishiniki ozodkarisi bo'lgan. Ishonchlik ravilarniki biri deb ta'riflangan. 105-yil hijriyaniki Madinada o'lib ketganligi xotirlangan. Asosan ko'p sondagi hadis ulamolari bu kishiga ishonchlik degan baholarni yog'dirgan. Bu kishi hamda o'z zamonasida shu Abdullah ibn Abbas, Abu Hurayra, Abu Sa'id al-Hudri qatorliq sahabalardan, Abdullah ibn Umar qatorliq sahabalardan hadis bayon qilgan. Bu kishidanmi ko'plagan kishilar Abdullah ibn Zakvaga o'xshash doniq muhaddislar hadis bayon qilgan. Bu kishiniki hamda hadis ilmiga ko'rsatgan qo'shgan tuhfalar qatorida İmam Buxariyda 11 dona, Muslimda 4 dona, Tirmiziyda 2 dona, Nasaiyda 2 dona, İmam Malikning Muvattada 1 dona hadisi borligi. Sunan Abu Davudda bir dona hadis borligi xotirlangan. Hamda mush kishi Busr ibn Sa'id degan kishidan bayon qilyapti bu hadisni. Endi bu Busr ibn Sa'idniki ismi bo'lsa chiqib turadi Busr ibn Sa'id al-Madani. O'zining ayt obidligi bilan mashhur Yamanning Hazramavtlik odam bu. Degi. Bu odamning Madinada hijriyaniki 100-yillar atrofida o'lib ketgan. O'ziniki ayt ulug' bir ishonchlik Jalil deb sifatlangan. Ishonchlik Jalil ulug' odam deb ta'riflangan. Bu kishining ayt ko'p sondagi ulamolar o'ziniki zoidligi bilan, obidligi bilan mashhur ekanligini bildiryapti. O'zing shu dunyo tutmay, shu zoidligidan hatto yo'gaydigan kipinni kishilar kipellab pul qilib qo'ygan deydi. Demak, hayotida undaq dunyoga berilmagan.
sabr bilan o'tgan odam demoqchi bu odamni. Undan boshqa shu hadisni ko'p rivoyat qilgan, hadisni ko'p hadislarni egallagan, taqvo shundoq bir odam bu. Demek bu meşhur tabi'in bu sahabelarniki danlıklardan Osman ibn Affan, Abdullah ibn Unes, Qatarlıq Abu Hurayra, Abu Said al-Hudri, Zeyd ibn Sabit demiz, Qatarlıq büyüklerden hadisi bayan qilganligi xatirlangan. Bu kishininki shogirdlarimi nayetli ko'p, mesela bayatdan degandek, Abdullah ibn Zakwan deymiz va ondan boshqalar. Bu kişinin hem de hadis ilmi qo'shgan tuhfilar qatorida Sahih Muslimda 24 tane, Nesai'de 19, Sahih Buxariyda 13, Abu Davudda 12, Tirmizi'de 8, Muvatta İmam Malik'te 6 tane hadisi var. Mana şu hadislar orqali hozir qadar İslam dunyosida shu hadis ilmida tuhf qo'shgan tuhfkor muhaddislarniki, tabi'inlarniki biri deyishga bo'ladi. Bu odam ham Abu Said al-Hudri'dan bayon qilgan bu hadisni. Abu Said al-Hudri'ning tarjimali o'tgan mashhur sahoba. Bu zot deydi, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bir nutq so'zlab, xutba o'qib, bundoq degan deydi. Alloh subhanahu va taolo bir bandani ixtiyorlik qo'ydi deydi. Dunyo bilan mening qishimdagi huzurni tanlamsa yoki mening qishimga qaytishni tanlamsa yoki dunyoni tanlamsa, ya'ni bir uzun umr ko'rishni tanlamsa demoqchi. Şuna bu bende Allah'ın huzuridagi narsani tanladi deb shunaqa dedi. Resulullah bu mescitte okuyordu da bu hutbuni mescid sözlerdi bu nutuk ne? Sahabelar tanışavatıdı. Qarabnu. Hazret Ebu Bekir'i yığlab ketdi deydi. Qalan sahabelarning hech qanday kalınsı kelmagan. Fakat Ebu Bekir radhiyallahu anhu yığlab ketgan bu gapni anglapman. Men içimde dedim, bu adam nemişki yığlaydigan-da. Bu Allah Taala bir bendiga dünya bilen özün huzuridagi narsani tanlashni, ya dunyoni tanlamsa, ya meni qashim kirishni tanlamsa degan bo'lsa, Allohning huzuridagi narsani tanlagan bo'lsa, yig'liqda kishi emas-ku bu. Nemish yig'laydigan-da deb dema dedi Abu Said al-Hudri. Bu yerdagi bu benda degan gap payg'ambarimizning so'ziki, Janobi Rasulullohning o'ziga emasmi? Abu Bakr bizdan bek tushunchisi yuqori odam ekan. Payg'ambarimiz debdi, Abu Bakr yig'lama. Resulullah bir yerde Abu Bakır'nınki yığısını görüp yığılma Abu Bakır dedi. Bana en köp gamxorluk qilgan, köp özü sih mertlik qilgan adam, meyli özün dostanlıqıdı bolsun, meyli mal mülküdü bolsun, Abu Bakır'dır dedi. Peygamberimiz cemaat sorundu dedi. Eğer ben bir adamni dost tutmakçı bolsam dedi, haqiqiy chin yuragimdan, meyli Halil degan Adamniki qin-qiniga, go'sh-go'shiga singib, so'ngaklariga singib ketgan sirdoshni deymiz. Bu yerda agar men haqiqiy shunda sirdosh tutmoqchi bo'lgan bo'lsam, haqiqiy men Abu Bakrni tutatdim dedi. Amaliyotda payg'ambarimizning haqiqiy qin-qiniga, go'sh-go'shiga singib ketgan bu yerdagi sirdosh kim o? Alloh. Allohdan boshqa hech kim iymon kuchaygan vaqtida Allohdan boshqa hech kim insonning qin-qiniga patmaydı. Fikri, menişi, turuşu, xiyali, barlıqı, vücudu bütün Xudo bilan boludu. Bu vaqtda Xudodan boshqa hech kim bo'lmaydi bu yerda. Demak, mening haqiqiy, mening barliqim, mening o'zimning bütün vücudimga singan do'stim Allohdir demoqchi. Demak, agar men haqiqiy bütün narsadan üzülüp Allohning g'ayriga beg'ishlab o'zimni beg'ishlab ataydigan do'stim bo'lgan bo'lsa, Abu Bakr'ni tutatdim. Lekin men o'zimni bag'ishlaydigan do'stim men Alloh demoqchi. Lekin dedi payg'ambarimiz, islom qarindoshligi, islom do'stonaligi va musharliqimiz shu yetar. Mush masjidga qaratilgan ishlarning hammasini aytaytinglar. Faqat Abu Bakrning ishkilam ochiq qolsin. Chunki ayni vaqtida shu payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning Masjid-i Nabaviyga o'zinki o'ylasizlar atlaplam kiralaydigan nurg'un sahobalarning ishlari vardı. Masjid ayni vaqtidagi Madinaga nisbatan cho'ng bo'lgan ekan. Bir necha sahobaninki o'ylisi din atlaplam masjidga chiqqili bo'ladi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ishkini taqib etinglar. Bu masjidga ayrim ishkidan kiringlar. Lekin Abu Bakrning ishki qilib qolsin degan. Bu nima deganda Hazrat Abu Bakrga berilgan bir payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning imtiyoz,
ehtirom. Chunki Hazrat Abu Bakrning ko'rsatgan tuhfasi nihoyat zo'r. Abu Bakrningki ikki uyisi bor Madinada. Biri mush avvaliy tarafda, yana biri mush masjid chaploqliq uy. Hozir qadar mush Hazrat Abu Bakrningki masjidining shu uduliga uyning nima Hazrat Abu Bakrningki masjidi hozir Masjid Nabaviy qatilib ketdi-ku masalan. Hozir Masjidi Nabaviyningki biz qiblaga qaragan vaqtimizda mush o'ng qo'l tarafdagi yeshil gilam, mush Osmonlar sağgan taraf mush Sultan Murad munbari bor. Shu munbarningki keyingi taraflari Hazrat Abu Bakrningki uyning o'rniga ko'rildi. To'g'ri keldi. Shu uyning udulda Xuhat Abu Bakrning sunguchida bir yiziq bor mana. Hozir qadar shu asli petini saqlab kelingan bu o'rinniki. Tövende 467 numaralı hadise İmam Bukhari Hazretleri bizge Abdullah ibn Muhammed el-Ju'fi hadis sözlep bergen idi dedi. Bu zat dedi bizge Vahb ibn Cerir hadis sözlep bergen idi dedi. Bu adam dedi bizge dadam hadis sözlep bergen dedi. Bu hadis dadisi Cerir ibn Hazim ibn Abdullah degan kişi buldu. Bu kişininki tercümalı okunmaganda bu kişi adırık muşu Vahb ibn Cerir'nin dadısı hamda. Bu adam şu 170 yılları etrafında, bazıları 177 deyilip de el muhim şu etrafta Reyda adırık bugünkü Tehran'da ölüp ketken. Şu Ermenistan, Mısır, Katarlık şehirlerine birip aynı vaxtıda hadis toplagan, ilim algan, özünki işencilik dep muhaddisler tarafından özü kuşku iyi kınılgan adam bu. Bu adam doğruluk nayeti nurgun gepler var, lakin en muhimi bu adamdaki işencilik ekanligi haqida ulamalar nayeti yaxshi baholanib bergan. Bu kishining nayeti nurgun yaxshi balları bo'lgan, hammasi hadis ilmida yetishgan. Oxirgi umrida bu odam sal gapni chaldigan bo'lib qolganingizda hadis olmagan bu odamdan. Lekin ko'pincha rivoyat qilgan hadislar o'ziga saqlanmoqda hadislar. O'zi hayotida nayeti nurgun kishilarda o'qiganligi xotirlangan. Mesela Qatada ibn Da'matul Basri deyimiz bu kişinin tercümanı ötken. Mesela Muhammed ibn İshaq ibn Yasar Magazi'ninki aptore. Müşedemle bu kişininki ustazı buludu. Ondan başka mesela Ata ibn Abi Rabah bu kişi mi? Bu kişininki ustazı buludu. Bu kişinin şagirdi münayeti köpken. Nurgun şagirtler bilgen. Büyüklerinki biri. Mesela oğlu Vahb ibn Cerir, Abdullah ibn Mübarek qatarlıqlar müşedemdeki şagirdi buldu. Hem de hadis ilmiga qo'shgan tuhfeleri qatorida Sahih Buxoriyda bu odamniki nomida 50 dan hadis, Abu Davudda 34, Sahih Muslimda 28, Nasaiyda 19, Tirmizida 17 hadis mush kishiniki nomidan saqlanib kelgan. Bu hadis ilmi qo'shgan nihoyat zo'r tuhfa deyishki bo'ldi. Shuningdek ko'p ulamolar bu odamniki hadislari durust, tuz, yaxshi, solih, yaraydi degandek baholarni bergan. Bu sahih kitaplarda şu Cerir ibn Hazim dese fakat muşa deme. Bunun da başka Cerir ibn Hazim yok bu yerde. Hem de muş adam deydi. Men Ya'la ibn Hakim'den anlagan. Ya'la ibn Hakim olsa, Ya'la ibn Hakim o Sakafi namıyla meşhur. Basir'de tuğan adam. Özü dağınık muhaddis. Hatta Ahmed ibn Hanbal, Ebu Zer'a, İmam Nesai qatarlıq büyük alimlar bu adamın işencilik, çatak yok, gerek yok degandek, rostchil degandek nayeti chiroyli yaxshi nomlarni bergan. Bu adamniki ustozlar mesela Said ibn Jubayr, Süleyman ibn Yasar, Nafi mesela. Nafi degan Abdullah ibn Benin şagird bo'ldi. Shu ustoz bo'ldi. Bu adamning shogirdlarimi Bazrqi Jarir ibn Hazim deymiz, Jurayh deymiz, Hammad ibn Zayd deymiz. Shu mashhurlar. Bu kishi Hijriya 130-yillarda Shamda o'lib ketgan. İşencilik ravilarniki biri. Bu adamın hem de hadis ilmi qo'shgan tuhflar qatorida Abu Davudda 6, Buxoriyda 4, Muslimda 4, Nasaiyda 3 dan hadis borligi xotirlangan. Bu adam hem de İkrama Abdullah ibn Abbas'dan. İkrama bu yerda shu Abdullah ibn Abbas'niki shogird bo'ldi. Yani Abdullah ibn Abbas'ning ozodkardisi deb xotirlangan. Bu kishining tarjimali boshdan chiqib o'tgani. Abdullah ibn Abbas deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özünki şu ölüp ketken ahirki kesellik mezgillerde beşine bir lattığı bilen çiğivagan halatda
chiqib keldi masjidga o'jirsdan. Munbarda o'ltirdi shu arliqda. Allohga hamd sano aytib bo'lib, hamda Rasulullohning mush masjidda so'z qilgan vaqtida avval bir hamd sano bilan boshlaydi. Mayli vaqtda qanchalik gap bo'lsin, mayli uzun bo'lsin, mayli qisqa bo'lsin. Shu arliqda anda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shunday dedi. Mush kishilarning ichida deydi. Abu Bakrdek manga, Abu Bakr Abu Quhabidek manga o'zi va melida g'amxo'rlik qilgan odam yo'q. Buningda g'amxo'rlik qilgan odam yo'q. Agar kishilarning ichida bir do'st tutmoqchi bo'lsam, o'zimni beg'ishlaydigan bir do'st tutmoqchi bo'lsam, Abu Bakrni bir do'st tutdim dedi. Janjigar beg'ishlab. Lekin islom do'stligi bu yetar, bu afzal. Mushu masjiddan dedi, ya'ni mendan mushu masjidga Abu Bakrniki so'nggi uydan boshqa hamma ishlarni taqvitinglar deb shunaq degan. Bu yerda hatto mushu hamma sahobalarni o'lchib oladi. Hatto Umar, Osman, Ali, Abdullah ibn Mas'ud, hatto Rasulullohning taqdir Abbos ibn Abdul Muttalib qatorliq hamma sahobalar bo'layotgan jarayonda bo'lgan gap bu. Demak, mushu sahobalardanmi bek demakchi. Hamma sahobalar Rasulullohga o'zini atagan, ammo Abu Bakrdek atagan emas. Abu Bakrning atishi hech narsaga o'xshamaydi. Rasulullohni yaxshi ko'rishi Abu Bakrning hech kimga o'xshamaydi. Hamda yuqori hadislarda ham payg'ambar sollallohu alayhi vasallamniki bir vafodor bir xislatni bilyapmiz. Mana mushta ko'nganda, mushta yaxshi muomala qilganda deb o'lib ketgan vaqtida shu ig'ir holatda turib payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bu yerda Abu Bakr roziyallohu anhuni maqtayotdi. İnsan bir narsani bek ig'ir darajada yaxshi ko'rib ketgan vaqtida bu xulliga aylanib ketadi. Bu xullidimi, ya'ni islomiy qarindoshlik, imoniy qarindoshlikning kuchi zo'raysa, bu imoniy muhabbat bu yerda tuyg'u muhabbat qargan vaqtida yana bek kuchli. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bu yerda islomiy muhabbat qarindoshlik yana bu afzal deb hamma nuqtadami degan bo'lishi mumkin. Yuqorqi ikki hadis yana bugungi kundagi Rafizi shialarga nihoyatda kuchli bir tayoq zarbi bo'la oladi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning oxirgi umrida Hazrat Abu Bakrni bundoq maqtab ketishi va o'zing shu Abu Bakrning darvozasidan boshqa hamma darvoza taqiytonlar deyishi, hatto ba'zi ulamolarning nazarida Hazrat Abu Bakrningki xalifa bo'lishning dalolati edi deydi. Bu bir Rasulullohning bergan imtiyozi. Hamma sahoba bor jarayonda Rasulullohniki bu Abu Bakrni boshqacha maqtashi bu Rafizilarga nisbatan bir tasdiq. Chunki bu Rafizilar davomli kecha kunduz aytganda oqshomda bularning kechlik zikrlari va aytganlik zikrlari va bu zikrlarda bu Qurayshning ikki butiga la'nat qilgan deb davomli duo qiladi. Qurayshning bu ikki buti bularning ta'birida Hazrat Abu Bakr bilan Hazrat Umar, nauzubillah, nauzubillah. Bugungi darsimiz mushayyish bo'lgan. Sallallohu alayhi va Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.